Assalomu alaykum. Bu temamiz ancha qiziqarliroq. Markaziy asab tizimi izolyatsiyalangan vaskuliti. Ya'ni markaziy nerv sistemasining izolyatsiyalangan vaskuliti umumiy qon tomir patologiyasi belgilarisiz kechadi. Bu jarayon bir bosh miya ichki qon tomirlari kichik kalibrdagi arteriyalarda kechadi. Unda qon tomir devori infiltratsiyasi shaklida yallig'lanish belgilari bilan birgalikda kechadi. So'ngra mononuklear hujayralar infiltratsiyasining shakllanishi va granulomatozning shakllanishiga olib keladi. Markaziy nerv sistemasida izolyatsiyalangan vaskulitning rivojlanishi asosan sitomegaloviruslar tomonidan, keyin limfogranulomatoz va amfetamin degan zararli moddalar suiiste'mol qilish bilan bog'liq bo'ladi. Kasallikning asosiy sababi har doim aniqlanmaydi. U kuchli bosh og'rig'i, mahalliy nevrologik kasalliklari va ruhiy buzilishlar bilan namoyon bo'ladi. Tashxis qo'yishda bosh miya qon tomir devori membranalarining angiografiyasi va qon tomirni biopsiyasi orqali tashxis qo'yish mumkin. Prognoz yaxshi emas. Bosh miya qon tomir arteriyalari vaskuliti keng tarqalgan markaziy nerv sistemasi qon tomirlari kasalligi. Qon tomirlari vaskuliti boshqa organlar va to'qimalarga zarar yetkazishi bilan kechishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.